Hi guys do'stlar. Bugun biz QAF universiteti, ya'ni Qo'qon universiteti Andijon filialidamiz. Bu yerda o'yinga umid qilib kirasizlar. Xo'p bo'ladi, hozir kiramiz. Bu yerda bugun qizg'in o'yinlar bo'lyapti ekan, ya'ni mini stadionda futbolistlarimizdan qiziqarli savol-javoblar qilib chiqamiz, ketdik bo'lmasa. Ha do'stlar, mana biz stadionga yetib keldik. Talabalarga ajoyib sharoitlar yaratilgan. Kiramiz, ichkarida o'yinni tomosha qilamiz. Hormanglar akalar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Jamoalar nomi nima aka? Medforce. O'ynash yaxshimi o'yinlash qilib? Ular yaxshi aka. Hozir keyingi o'yinchilar kimmi? Eng yaxshi o'yinchilar kim? Mana bolamiz. Sizmi aka? Andijon o'yinlarini ko'rib turasizmi? Stadionni ham borib ko'rganmisizlar? O'zimizga yaqin, bizni bosgandan. Biz operator bilan penalti tepishasizmi aka? Tepishamiz. Qarang, faqat bitta sharti bilan. Agar yutib olsanglar, penaltidan operatorimizni yutsangiz, Andijonni birinchi turiga 5 ta bilet bizdan aka. Agar yutkizib qo'ysanglar, 5 talar borib ko'rib kelasiz. Mamat Kazin uzoqdan o'z omadini sinab ko'rmoqda va chiroyli gol! Kelishdikmi? Kelishdi. Нельзя мне проиграть эту игру. Attention, il va falloir travailler sur le Canadien. Ardak. Yaxshi. Messi hits one. Oh! Yaka. Hey aka, 3 tadan ham ura olmadingiz-ku. Endi biz operatorimiz kirib tepadi sizlarga. Ha do'stlar, mana operatorimiz tepishi uchun stadionimiz bo'shashini kutib turibmiz. Hormanglar akalar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Komandalar nomi nima aka? 222 ZZZ. 222 ZZZ. Andijon futbol stadionidan borib ko'rganmisizlar? Ha, borib ko'rganmiz, ko'p ko'rganmiz. O'yinchilar tanıysizlarmi? Qaranglar, unda bitta savolda. Andijon komandasiga qaysi o'yinchi yetishmaydi deb o'ylaysizlar? Chet eldanmi, O'zbekistondanmi? Aka hozir hammasi berilib bo'ldi. Hammasi yaxshi komanda bo'ldi. Xohlasa endi necha omad bilan. Qishki transferda juda zo'r transferlar bo'ldi Xohlasa albatta. aka, bu xohlasa endi bolalar chiroyli o'ynab bersa, desam eng yaxshi komandalar Bu yil chempion bo'lamiz. Andijon klubining o'yinchisi bo'lib qolganinglarda nechinchi raqam tanlardinglar o'zingizlar? Mahallada o'ynaymiz. O'shanda 10 da olganman. 10. Nimaga aynan 10? Messi. Yo'q, Messi emas, Liverpoolda oldingi o'yinchisi haligi Sadio Mane degan o'yinchi bor, ala shunga qiziqardi. Fais ma porte, mais tu veux tout savoir sur l'affaire. Moi, j'ai affaire. Je t'ai pas vu venir comme la commission, regarde. Tutto pronto, Fiscalati. Parte Cristiano. Hey! Mana biz yutdik. Akamiz oldi ekani. Aka nima bo'ldi? Operatorimiz yutib qo'ydingiz sizni. turib o'rganmaganmiz. Ha, siz hujumchimisiz? Endi jamoangiz bilan birga 5 kishini biz birinchi turimizda kutamiz. Stadionda xudo xolasa ko'rishamiz. Rahmat katta. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no